jigarni tozalash uchun 3 ta uslub va jigar o'zida hosil bo'lgan zararli moddalarni qay yo'l bilan chiqarish haqida foydali maslahatni berib o'taman. Birinchisi, trigelim. O'zbekiston sharoitida ko'pchilikda yog'li ovqat ko'p yeyish orqali ichaklarda ovqati turib qoladi va o't fadimlanib qoladi. Unga trigelim mahsuloti bo'ladi. Trigelim mahsuloti o't yo'lini ochadi. Jigardan hosil bo'lgan zararli moddalar o'zini o'zi tozalaganda ichakka o't yo'li orqali tushadi. O't yo'lini ochuvchi mahsulot va ichki kelishni ham normalga solib qo'yadi. Va organizm o'z-o'zini tozalaydi va biologik yosh yosharadi. Ikkinchisi, hujayra darajasida, ya'ni ichi ko'p qotmaydigan, lekin ko'p ximikat yeydigan insonlar bo'lsa, ularga istoki ichistati patentlangan mahsulot bo'lib, hujayrani ichini tozalaydi, atrofini tozalaydi va hujayrani himoya qiladi. Bu degani polniy organizmni detoks qilishiga yordam bera oladi. Endi eng osoni choy ko'rinishidagisi bor. Bu turbo choy. Tarkibida sano, zanjabil ko'rinishda bo'ladi, paketik bo'ladi. Buni ichilganda qabziyat ketadi, o't yo'li yaxshilanadi, jigar o'zini tozalashi osonlashadi, siydik ajralishini yaxshilab beradi. Boya aytib o'tildi, jigar o'zida yig'ilgan zararli moddalarni ikkita yo'l bilan, safro va siydik yo'l orqali chiqarib yuborib tozalaydi. Bu mahsulotlar sizga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilasiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor va bepul. Va bu mahsulotlarni borgandan keyingina to'lov qilib olib qolsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Eng yaxshi tozalanish va eng foydalisi o'zimizni ichkaridan tozaloq hisoblanadi va organizm yosharadi, biz yosh ko'rinamiz.